ming ismlar ichra. Assalomu alaykum. Bugun mashina to'qishni o'rgatamiz master klassini. Buning uchun bizga hozir o'zimiz tanladik rangini. Kartofa 300 metr, bomba 300 metr, pinchi va kartofadan tanladik. Bu barglariga, gullariga hamda plita o'ziga osnovasiga. Bu hozir kichkina razmer chiqadi. Kattaroq razmer qilsanglar 5 ta ketadi osnovasiga. 5 ta zanjir olamiz. Mahkamlaymiz. 3 ta zanjir tepaga ko'tarib, buning ichiga 12 ta naketkali ustuncha qilamiz. Zanjir ham hisobga kiradi. O'n ikkita oldik. Endi mana birinchisi zanjir, ikkinchi ustuncha. Ustunchani tepasiga соединительный mahkamlaymiz. 3 ta zanjir tepaga chiqamiz. Har biriga ikkitadan kirishimiz kerak. Hamda bitta воздушный petля. Har biriga ikkita naketkali ustuncha. Zanjir. Mana oxirida bitta zanjir olib, соединять qilamiz. 3 ta zanjir tepaga, zanjiri tagiga. Endi har gal mana oxirgisiga ikkitadan naketkali ustuncha qiramiz. Mana bizda hozir tagida ikkita, 3 ta bo'ldi. Bitta zanjir olamiz. Birinchisiga bitta, keyingisiga ikkita. Mana shu holatda ko'payamiz. Har eng oxirgisini chetiga ikkitadan kiramiz. Mana buni xohlaganingizcha katta razmerda qurasizlar. Bizga hozir 3 ta mato ketdi. Endi biza oxirgisini to'qib mahkamlaymiz. Mahkamlaganimizda уже zеленый ipimizdan olsak ham bo'ladi. Уже bargini chiqarishni boshlaymiz. To'rtta воздушный petля, uchinchisiga без naked. To'rtta bez воздушный petля, 1-2 tashlab, uchinchisiga 4 ta zanjir, 1-2, uchinchisiga mahkamlaymiz. Shu holatda aylana qilib to'qib olamiz. Соединять qilib olamiz. 1-2-3 olamiz. Shotga yana ustuncha. Ustuncha, zanjir, ustuncha. Bir, ikki, uch, to'rt, 5 ta. 1-2-3 olamiz, соединять qilamiz o'ziga. Keyingisiga без naked qilib 1-2-3-4-5-6-7 tepaga chiqamiz. 7-8-9-10. 3 ta zanjir qoldirib mahkamlaymiz. 1-2-3 olib, keyingisiga o'ziga mahkamlaymiz. Bu listochka. Keyin yana без naked 1-2-3 bu holatni qaytaramiz. Соединительный qilamiz. Zanjir olib uzamiz. Endi bu yerda 5 ta yarimta ustuncha qilamiz. Yarimta.
Oxiriga mahkamlaymiz. O'rtasiga tushib olamiz. Birga endi gulimizni ikkinchi qatorini qilamiz. Bitta naketka ustuncha, yana bitta naketka ustuncha. 1, 2, 3 zanjir olib соединить qilamiz. Yana shu yerda o'ziga ikkita naketkali ustuncha qilamiz. Gulimizni колокольчиga. Bittadan zanjir olganimiz orasiga kirib chiqyapmiz. Pikoni hammanglar bilasizlar, 3 ta zanjir olib mahkamlash piko deb hisoblanadi. Oxirgisiga qilamiz. Birinchi qilgan ustunchamizni zanjir yonida naket bor, shuni ustiga kiramiz, petlyani orasiga. Соединительni uzamiz. Qilamiz bu gulimizni keyin ipimizni yopamiz keyin. Mana. Endi har birini orasiga gul barg to'qib chiqamiz oxirigacha.